Chetda turgan texnikalarni bozorlardan, distributorlardan, даже zarariga bo'lsa ham arzonroq qilib berib yuboraman. Bularning hammasi yangi texnikalar, umuman ishlatilmagan massli pochkada. Misol uchun Zifler brendidan 60 santimetrli, 3 ta ko'zi gazli, bittasi elektrli, $145 sotilayotgan shunaqa panellar, konforkasini o'zini alohida sotib olasiz. $35 dan. Ikkita motorda ishlaydigan, ikkita uгольный filtri bo'lgan, 3 ta skorosti boshqariladigan, chetida kichkina defekti bo'lgan $100 vichkalar $25 dan. $350-450 sotilayotgan, razmeri 45 va 60 santimetrli, har xil brenddagi shunaqa posudomoykalar, shunisida shunaqa defekti bor, daji boshqalarda shu ham yo'q, bor yo'g'i. $222 dan. $700 dan qimmat turadigan, 715 litr mahsulot sig'dirib oladigan, bor yo'g'i shunaqa oyna sinib qolgan morazilkalar, bor yo'g'i. $399 dan. Morazilkalar deysizlarmi, pelesoslar deysizlarmi, vichkalar deysizlarmi, gaz plitalar deysizlarmi, avtomatlar deysizlarmi, xohlaganingizcha sota olasizlar. Ko'ryapsizlar, soni kam emas, yetarlicha, lekin bularning sonidan turlari ko'p bo'lganligi uchun, modellari, narx-navolar har xil bo'lganligi uchun Telegram kanalga bittama-bitta live video qilib hech qat'iy narxda qo'yaman. Telegram kanalga o'tib, xushyor tursanglar, o'zingizga yoqqan texnikalarni yarim narxlarda sota olasizlar.